har tong uyg'onganingizda jag'ingiz sohasida og'riq paydo bo'layotgan bo'lsa, kundan kunga tishingiz yemirilib, qisqarib borayotganday tuyulayotgan bo'lsa, bu oddiy holat emas. Bu bruksizmning erta belgilari bo'lishligi mumkin. Assalomu alaykum hammaga. Bugun men sizlarga bruksizm haqida tushuntirib bermoqchiman. Bruksizm nima ekanligi, qanday kelib chiqadi va qanday davo choralari borligi haqida bugun gaplashib o'tamiz. Eng avvalambor bruksizm bu kompleks yig'ilib keladigan asorat hisoblanadi, ya'ni patologiya. Buni aynan keltirib chiqaruvchi belgisi mana bu bitta narsa deb aytilmaydi. Bu kompleks kasallik, patologiya hisoblanadi. Jag' mushaklarining kuchi oshib ketishligi, asabiylashish, tishlarni g'ichirdatib bir-biriga ishqalab yurishlik, tish qatorlarining noto'g'riligi va buning natijasida tish emalining sekin astalik bilan yemirilib, sezuvchanligi oshib borishligi bruksizm deb ataladi. Ana endi biz bruksizmga bir nechta narsalar sabab bo'lishini bilib oldik. Eng avvalambor bu sabablardan biri chaynov mushaklarining kuchi balandligida. Chaynov mushaklarining kuchi yuqori bo'ladigan bo'lsa, bunda tishlarga tushadigan kuch bosim nihoyat yuqori bo'ladi va sekin astalik bilan tish emallari yemirilib boradi. Ikkinchi sabab bu nevrologik yoki stress omillari bo'lishligi mumkin. Ba'zi insonlar siqilganda, qanaqadir stress paytida tishlarni g'ichirdatishni odat qilib olishgan bo'ladi. Bu beixtiyor o'zlariga bilinmagan holatda paydo bo'ladi. Ba'zi insonlar uyquda tishlarni g'ichirdatib bir-biriga ishqalab yuradigan odatlari bor. Ba'zi odamlarda bu odat yo'q, ammo tishlarni bo'yi sekin astalik bilan kamayib boradi. Buni mushakdan ekanligini bildik. Lekin stress omillari bu tishlarni ixtiyoriy yoki beixtiyoriy g'ichirdatib bir-biriga muntazam ishqalab yurishlik nazarda tutiladi. Bu belgilarni uy sharoitida siz yaqqol bilib olishligingiz mumkin. Eng avvalambor tish bo'yini sekin astalik bilan kamayib borayotganligi. Oynaga qaragan vaqtingizda aynan mana shu sohadagi mushagingiz kundan kunga kattarib borayotganligi, yillar davomida shu mushaklar kattarib to'lishib borayotganligi, ya'ni kuchini ortishini hisobiga mushaklar massa yig'ayotganligi. Uyqu vaqtida tishlarni doimiy g'ichirdatish, ya'ni tishlaringiz uyqu vaqtida g'ichirdatib chiqishingizni yonidagi odamlar sizga aytishadi. Bu ham bitta belgi hisoblanadi. Bundan tashqari tishlar muntazam kaltarib borganligidan tishlar issiqqa ham, sovuqqa ham o'ta sezgir bo'lib qoladi. Mana shu ham bruksizmning belgilari. Ya'ni bunda aynan bitta tish emas, bir necha tishlar bir varakayiga qo'shilishib og'riq beradi. Uyg'ongan vaqtingizda qulog'ingiz atrofida og'riq, ba'zi hollarda boshning chakka yon qismiga beruvchi og'riqlar ham bruksizmning belgilari. Aynan bu sohada chaynov mushaklarining kuchi oshganligi sababli chaynov mushaklariga bog'liq bo'lgan bo'yin va yelka mushaklari ham charchaydi ish bajarish jarayonida va albatta bu mushaklar ham doimiy charchab turadi. Siz aytishingiz mumkin, qanaqasiga aynan bitta chaynov mushagi qolgan mushaklarga ta'sir beradi. Buni sizga oddiyroq tushuntirib beraman. Agar siz biror bir jismni ko'tarayotgan vaqtingizda qo'l mushaklaringizning hammasi ishlaydi. Ya'ni barmoqlaringiz siqish vazifasini bajaradi. Barmoqlaringiz kuchini oshirish uchun bilaklaringiz qotadi. Bilaklar kuchini yaxshilash uchun mana bu yerdagi yelka mushaklaringiz ishlaydi. Ya'ni bir vazifani bajarishda mushaklar kompleks ishlar ekanmi? Demak, chaynov jarayonida qatnashadigan mushaklarga kompleks yordam berish uchun o'sha yondosh mushaklar ham sekin astalik bilan ish faoliyatida qatnashadi va doimiy xoriqish hissi paydo bo'ladi shu mushaklarda. Qachondir tish koronkalari qo'yilgan bo'lsa, bu koronkalar teshiladi, sinadi va bu tish koronkalarning butunligiga putur yetkazadi. Bizning mana bu joyimizdagi pastki jag'imizning bo'g'imini bir xil nuqtada ushlab turilishiga tishlar statsionar vazifani bajaradi. O'z-o'zidan tishlarning bo'yi pasayib ketishligi natijasida shu sohadagi masofa kamayadi va chakka pastki jag'i bo'g'imiga bosim kuchi oshgani hisobidan bosim ko'p tushadi. Va bu joyda joylashgan nerv tolalarini jag'imiz sekin astalik bilan siqib boradi va og'zimizni ochganimizda qirtillashlar yoki bo'lmasa og'izni ochib yopish jarayonida, chaynov jarayonida shu sohada og'riq, boshga o'qtim paydo bo'lib qoladigan muntazam og'riqlar ham bruksizmning asorati bo'lib hisoblanishligi mumkin. Ana endi bruksizm qanaqa ekanligini bildik. Belgilarini bilib oldik. Endi davolash etaplariga o'tamiz. Eng avvalambor kasallik kompleks bo'lganligi sababli kompleks davolanadi. Ya'ni stomatolog, nevrolog va psixiatr yordamida umumiy fiziologik yordam ko'rsatiladi. Ya'ni umumiy organizmda ba'zi bir funksiyalarni to'g'rilash bilan amalga oshiriladi. Stomatolog
Jag mushaklarini kuchini kamaytirish uchun sizga har xil kapalar qilib berishligi mumkin. Uyqudan avvalgi kundalik sharoitda taqadigan. Tish qatorlari notekis bo'lsa tekislab beradi. Va mushaklaringizni kuchini yaqqol kamaytirish uchun botulotoksin inyeksiyalaridan foydalaniladi. Bu inyeksiyalar mushak kuchini kamaytiradi, ya'ni mushakni biroz falajlaydi, qisman, to'liq emas, qisman falajlaydi. Shuni hisobidan jag'larga, tishlarga tushadigan bosim hissi kamayadi va bruksizm muammosi sekin-astalik bilan yechiladi. Nevropatolog va psixiatr sizga stressni kamaytiruvchi vositalarda yordam beradi va bu ham bruksizmni davolashning bir etapi hisoblanadi. Davolash etaplarini tushunib oldik. Endi davolashgacha yetib bormaslik uchun nima qilish kerakligini aytib o'tamiz. Eng avvalambor stress omillarini kamaytirish. Kerak bo'lsa, bo'lmasa, jag' mushaklarini tinimsiz ishlatib yurishlik, tishlarni bir-biriga doim siqib yurishlik odatlardan voz kechish. Mushaklar doim spazmda siqilib turmasligi uchun mushaklarni massaj qilib turish. Bundan tashqari kerak bo'lsa, bo'lmasa, tishlarni asabiylashganda g'ichirdatish odatini tark etish imkon qadar. Agar bu sizni uyqungiz vaqtida sizga beixtiyor bajariladigan holat bo'lsa g'ichirdatish, unda biror bir stomatologga borib, bruksizm uchun maxsus kapa tayyorlatib, tungi vaqtda, uyqu vaqtida shu kapalarni taqib olishlik va albatta tishlarni bo'sh qo'yib yurish, ya'ni mushaklarni bo'sh, erkin o'z holida qo'yib yurish ham bruksizmni oldini oladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bruksizm indamasdan, zimdan kechadigan kasallik hisoblanadi. Bu kasallikni erta aniqlash, erta diagnostika qilish tishlaringizga yetadigan zararni kamayishiga olib keladi. Zararlanish ehtimolligi kamayadi va qarabsizki, tishlaringizni umri uzayadi. Shu sababdan ham stomatolog ko'rigida muntazam bo'ling. Stomatolog berayotgan ko'rsatmalarga amal qiling. Berayotgan ma'lumotlarimiz sizga foydali bo'layotgan bo'lsa, bu ma'lumotlarni o'zgalarga ulashib qo'ying. Zero yaxshilik yaxshilikni keltirib chiqaradi. Izohlarda o'z fikringizni qoldiring va savollaringiz bo'lsa bizga yo'llang. Biz albatta shu savollar ustida ishlab sizlarga video kontent tayyorlashdan charchamaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.